Ovqat hazmiga nimalar bor deganga, mana ovqat hazmi uchun, ichaklarda to'g'rilashi uchun juda zo'r narsa, tabiiy va zararsiz. Metastik bu metabiotik hisoblanadi. Odatdagi probiotiklardan farqi shundaki, u tirik bakteriyalar emas, balki foydali bakteriyalarning hayot faoliyati natijasida hosil bo'lgan tayyor moddalarni o'z ichiga oladi. Bu ichakka tushishi bilan darhol ishlashni boshlaydi, vaqt kutib turmaydi. Buni foydali tomonlari juda ko'p. Ozgina tushuntiraman. Ichakdagi foydali bakteriyalarning o'sishiga yordam beradi, hazm bo'lishda yordam beradi, qorin dam bo'lishini, og'irlik va ovqat hazm bo'lishidagi muammoni ham oldini oladi. Immunitetga kelsak, organizm himoya tizimini mustahkamlaydi. Chunki o'zingizlar bilasizlar, immunitetning katta qismi ichakka bog'liq. Yana nimalarga zo'r? Qozonda mana kekirishlar bo'ladi. Har xil ovqatlar yeganimizdagi yog'larni bunaqa ta'mi og'zimizga kelib beradi, achchiq suvga o'xshab. Kekirishlarga juda zo'r. Keyin ichakni polniy bu organizmni tozalashga juda zo'r yordam beradi.